Assalomu alaykum do'stlar. 4 kilo obzor kanalining obunachilari, xudo xolasa sizlarga zo'r yangiliklar chiqarishda davom etamiz. Yine do'stlar, yana bir yangilik. O'zbekiston Sho'raxon uchun bu katta yangilik desak bo'ladi do'stlar. Yine Sho'raxon mechting, ya'ni shu mechit yanida biratlar o'zlari toza ish boshlabdilar. Kuzov remont, polirovka, keramika, kosmetika ishlari bor ekan, ximchiski ishlari bor ekan, vakuum ishlari bor ekan. Xudo xolasa do'stlar, bular sizlarga tavsiya etib turganlarimiz, bular 12 yillik tajribaga ega bo'lgan ustalar. Bemalol kelaverasizlar do'stlar. Mashinalarningizni ishonib topshirsangiz bo'ladi. 6 yil Toshkentda ishlab kelganlar, hozir ishlarini bu yerda davom etib turibdilar do'stlar. Bular her 6 oydan Toshkentga borib malaka oshirib keladi ekanlar. Yine do'stlar, ishlagan ishidan lavha birdana ishidan Yunshi mashina black piano etib ishlaganlar. Undan keyin polirovka, keramika ishlaganlar. Bundan tashqari ximchiska ishlarini ham ishlab berganlar. Bu mashinamizni hozir kачествосini ko'rasizlar, ishining sifatini, yine polirovka ishlangan mashin. Qaranglar yine. Ayna deyim bu, shisha deyim bu tuttu do'stlar. Bemalol do'stlar murojaat etib, yo'lmasa kelaverasizlar. Ekranda nomer qoldiraman, nomerlarga murojaat etasizlar. Yo'lmasa o'zingiz kelib ishlataverasizlar. Do'stlar, 4 kilo obzor kanalına obuna bo'linglar. Shu videoga like basinglar. Keyin kelasizlardan bize shu 4 kilo obzor kanalidan görüp geldik brat deb nalaringizni ko'rsatasizlar. Yine podpiska bo'lganman, yine like basganman, yine do'stlarimga ulashganman deb ko'rsatsangizlar, xudo xolasa sizlarga chiroyli narxlarda skidkalar bilan bu bratlar ishlab beradi do'stlar. Do'stlar, shu kanalni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarga zo'r yangiliklar chiqarib boramiz. Sizlar uchun manfaatli bo'lgan, sizlar uchun kerakli bo'lgan yangiliklar chiqarishda davom etamiz do'stlar.